Bizning Sabah Dolqinlari teleradyo kompaniyasi bu yilgi yangi yilni bik tez suyunib qarşıla. Remont tiklendirish ishlaridan so'ng shistalik motorlikqa kuzda jonda suyuni. Yangi yilga hozirlikni da ko'pdan boshladik. Qishning motor bir kunida o'zimizda ishlovchilarning bolalarini yangi yil bayramına chaqirdik. Tag'in bir yilga o'sgan bolalar motor shishlarga soqlandilar. Ular bilan birgalashib eylan-beylan o'ynab oldik. Qish bobay bilan qor qizin qarshi oldik. O'z hunarlarini ko'rsatuvchilar Qish bobayning kuchdan ishlarına suyundilar. Seni yaratan, sinik bir tatarastan, altınların için yaratan, kükürep yaşıp yağan, yağmurların için yaratan. Ol şabıqanı, eydəyiz öyle. Кабы не было зимы в городах веселых, никогда не знали мы этих невеселых. Не кружилась малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы. С Новым годом! Qish bobay bilan qor qizi qar bolani suyindirib bo'laklar topshirdilar. Alayg'ina da tugul, qor qizi o'zi da shi'rlar o'rganib kelgan edi. Sadikov abuy jibergan oppoq tanli bir quyan. Bugungi bayram kechinde zo'r rahmat aytib qo'yam. Ulli-malli kelib yuri, Alfiya pa muborak. Bayramlar gil o'ta tursin, turmush bo'lsin tugarak. Qish bobay ham qor qizidan boshqa yangi yil bayramini ko'z oldida keltirib bo'lmay. Kishkina vaqtda naqmina Qish bobayga ko'rsatuv uchunda hunarga o'ranasin. Ularning tilaklaridan boshqa birgina yangi yilda o'tmay. Hurmatli sabalalar, Sabah Dolqinlari kollektivi sizni borig'izni tag'in yaqinlashib keluvchi 2023 yil bilan tabrik etamiz. Sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda, turmushlaringizda zo'r o'ngishlar tilaymiz. Har oilaga baxt, shodlik, sog'lik, salomatlik olib kelsin edi. Yillarimizga tinchlik olib kelsin edi. Bu bizning Allohga 23-yil uyan yili. Әйе, Qish бабай, шундый матур теләкләр җиткердең сабалыларга. Синең теләкләрең тормышка ашсын. Сабалылар гел дә менә бүгенгедәй матур эшләре белән бөтен республиканы шаккаттырсын, шатландырсын һәм без сабадан диеп горурланып яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Yangi yil kile, yangi yil yaqinlasha. Kelesi 2023-yilda bizning ishonishimizni oqlatsin edi. Yıl sayın Sabah Dolqinlari teleradyo kompaniyasında o'zimizda ishlovchi bolalar bilan shushlaydib yangi yil o'tkazamiz. Yangi yilga bo'laklar olamiz, kuchtanashlar olamiz, Qish bobayni chaqiramiz, rahatlanib, motor etib ularni yol ettiramiz. Anilari, atilari shusha kollektivda ishlagach, ular barisi mening uchun bik yaqin qadrli bolalar. Yangi yilni shuslay motor etib qarshilagach, yil bo'yi shunday motorlik bizni uzata bora. Men barliq o'zimizning kollektivda ishlovchilarni, ularning oilalarin, bolalarini yangi yil bilan qutlayman. Barliq kollegalarni, shulay yo'q respublikaning barliq jurnalistlarini o'zimning eng ezgu tilaklarimni yetkazam. Yangi 2023-yil baribizga da bek yaxshi salomatlik, ko'tarinki kayf, ijod o'ngishlar olib kelsin.